Bitta maqsad bilan yashaylik azizlar. Ummat olarak siz, men hammamiz bir-birimizni yaxshi ko'rmagunimizcha komil musulmon bo'la olmaymiz. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shunday dedilar. La tadkhulul jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu dedilar. Iymon keltirmaguningizcha jannatga kira olmaysiz. Bir-biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha iymoningiz mukammal bo'lmaydi dedilar. Biz bir-birimizni yaxshi ko'rmagunimizcha azizlar, iymonimiz mukammal bo'lmaydi. Mana bu bizning shiorimiz bo'lsin. Bir ulamo aytibdilar. Qanday qilib birovlarni aybini gapirishlikdan, birovlarni tanqid qilishlikdan to'xtash mumkin? Buni muolajasi qanday bo'ladi deganda, ulug' allomalardan birlari tavsiya beryaptilar. Birortasiga tanbeh berishdan oldin, birortasini kamchiligini aytishdan oldin, birortasi bilan tortishishdan oldin o'tiringda, ko'zingizni yumingda, o'zingizni hayotingizdagi hamma xato va gunohlaringizni ko'z oldingizdan o'tkazib chiqing. Alloh shuni hech kimga bildirmasdan turganligi uchun Allohga yig'lab tavba qilib shukr qilingda, bu so'zni aytishdan shunda to'xtaysiz deyapti. O'zimizni imtihon qilishimiz kerak. Hammamizda kamchiligimiz bor-ku, lekin boshqaning kamchiligini ko'raveramiz. Hammamizda ayib bor, lekin boshqaning aybini ko'ramiz. Alloh bizni kechirsin.